Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Lemonchilik Agroxizmat YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 19-dekabr 2025-yil hafta kuniga juma. Barchamizga juma ayyom muborak bo'lsin. Biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Rabqonga kelganmiz. Dehqonkalar mana shu 6 yoshlik ko'chatlarimiz, nariroqda kichkinalari ham bor. Mana shu limonlarni chiroyli holatda shakllanib berib, ya'ni abreskalarini qilib dehqon akamizga tushuntirish ishlarini olib borib ketamiz. Dehqonkalar kanalimizda mehmonlar bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'ysalaring, mana shu chiqaradigan kunlik videolarimiz sizlarga birinchilardan yetib boradi. Kimga mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Yana bir narsani aytib o'tib ketay, dehqonkalar ertaga xudo xolasa, yo erta yo indinga Rishtonga borishni plan qilib turibmiz. Toshkentga bormoqchi edik, o'zi asli 1 gektarga. Safarga ketib qolishibdi egalari. Shuning uchun shu o'zimizni Farg'ona viloyatidamiz. Rishtonga bormoqchimiz. Dehqonkalar, Rishtonlik dehqonkalarimiz bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa, pastdagi nomerga zaявка qilib, zaявка deganda dehqonkalar pulni tushunmaylar. Biz qachonki borib ishimizni qilib bo'lganimizdan keyin pulini olamiz. Ko'pchilik shunaqa tushunyapti ekan. Zaявка bu ikkita nomerga, ya'ni bitta 97lik, bitta 90lik nomerimiz bor. Mana shu nomerga SMS orqali ko'chatni yoshini, nechtaligini, manzilingizni to'liq, ismingizni va ishlatadigan nomeringizni yozib qo'ysangiz, SMS qilib biz daftarga ko'chirib qo'yamizda. Misol uchun ertaga Rishtonga boradigan bo'lsak, Rishtondan necha kishi bizga zaявка bergan bo'lsa, mana shu zaявка bo'yicha qo'ng'iroq qilib bog'lanamiz dehqonkalar. Shuning uchun zaявкani berishda maqsad biz boradigan joyimizni alohida yozamiz. Misol uchun o'sha Rishtonmi, Rishton. Keyin ko'chat soni nimaga kerak desangiz, o'shanga tayyorlanib boramiz. Misol uchun shogirdlarimizni olib boramiz yo bir o'shanga anav qilib boramizda. Nechtaligini bilgan holatda. Xo'p, dehqonkalar, endi ko'chatga keladigan bo'lsak, mana ko'chatlarimizda mana shu bir 4 tasida gammoz kasali boshlangan. Mana u boshida ochib ko'rsatdim. Xo'p, dehqonkalar, biz birinchi qiladigan xatomiz bu mutaxassis bilan maslahatlashmasdan ekilgan ko'chatlar. Ya'niki, mana bu ham ko'rib turibsizlar, yer bilan tekis holatda ekilgan. Mana hozir yaqinroq kadrda ko'rsataman. Mana dehqonkalar, mana shu yerdan yelim oqib, mana chirish bo'lgan, hozir ketmondan ochib mana ko'rsatdim. Mana ketmonimiz ochib dehqon akamiz o'zlariga ham ko'rsatdim. Birinchi qilgan xatomiz tekis yerga ekishimiz. Dehqonkalar, tekis yerga ekish bu o'sha yo'lga qo'yiladigan xatolarning birinchisi hisoblanadi. Sababi yerga go'nglash, o'g'itlash, chopish ishlaridan keyin yer ko'pradi. Ya'niki sezilmas darajada yerimiz balandlashadi. Ya'ni shu berilgan o'g'itlar, go'nglar solingandan keyin yerimiz ishib qoladi. Shuning uchun buni kitobini o'qiydigan bo'lsangiz, 90 ga 40 morza olinadi. Ya'ni eniga 40, chuqurligi eniga 90 olinadi, chuqurligi 40. Mana shuni o'rtasiga, 90 ni o'rtasiga ip tortib turib ekish kerak. Birinchi 3 yillikda yonidan lo'nka ochib, mana shunday holatda sug'orsangiz bo'laveradi, mana lo'nka ochib turib. Keyingi 3 yillikdan keyin yonidan ariq olishimiz shart dehqonkalar. Sababi mana hozir mana bu ariqlar, mana bunusida ko'rsatay, mana shu ariqdan suv ichadi. Bu arig'i hozir mana yer bilan bir xilda turibdi. Suv qo'yamiz, suv qo'ygan paytimizda mana shu mana ko'karib turibdi, mana yaqin. Mana bu suv qo'ygan paytimizda tuproq namlikni tortib oladida va muntazam ravishda qolgan namlik buni keyin ertaga gammoz kasalini keltirib chiqaradi. Shuning uchun 3 yoshgacha mana shu holatda sug'orsak, undan u yog'iga ko'chat yoshiga qarab turib ikki yonidan ariq olib sug'orishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi dehqonkalar. Xo'p, kommentariyada fikrlaringni qoldirib ketinglar. Keyin yana bir narsa, Surxondaryo, Qashqadaryo, mana shu Voha tomonlardan ko'p dehqonkalarimiz biz tomonga ham kelasizlarmi degan
SMSlar kelyapti, kommentariyalar kelyapti. Dehqonlar ko'pchilik bo'lib chaqirsalaring, xudo xolisa boramiz. Samarqandmi, Buxoromi, Qashqadaryo, Surxondaryo boraveramiz. Faqat bizni qoplashi kerak. Sababi kilometrimiz ancha uzoq. Men o'zim Qo'qondanman. Toshkentga borganimgacha ham misol Pervali oshib boraman. 350-400 kilometr. Undan yog'iga ham ancha kilometr bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'pchilik bo'lib chaqiradigan bo'lsalaring, uning uchun dehqonlar bir yo'li bor. Telegram kanalimizda anonsini yozib ketaman, silkasini. Ya'ni Lemonariya agro xizmat uzmasdan Telegramga kirib izlasalaring chiqadi. Telegram kanalimizga o'tib olinglarda, ana shu yerda hozir 2300 tadan oshiq shekilli, 2400 taga yaqin bo'lib qoldi dehqonlarimiz, opa-singillarimiz. Shular bilan suhbatlashgan paytlaringda Qashqadaryo, Surxondaryoda dehqonlarimiz ko'p. Mana shu dehqonlarimiz bilan gaplashib, shu bitta kunni belgilab turib, ko'chat sonini bilganimizdan keyin bizni borib bitta kesishimizga, boshqaga qoplaydigan bo'lsa, albatta borib O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimizni ko'rsatib kelamiz dehqonlar. Bu bitta kesishda o'zi emas, bekka kelgandan keyin sizlarga buni agrotexnikasini o'rgatamiz, dorilashlarini, hamma mana shu bizda o'zimizda bor ma'lumotni dehqonga berib ketamiz. Ya'ni zelyonniy obreskalarni ham qilib, yil davomida, ya'ni mavsum davomida zelyonniy obreskalarni ham qilishni o'zlaringga o'rgatib ketamiz. Bemalol o'zlaring yashil shakllantirishni qilib tursalaring bo'laveradi. Xo'p, dehqonlar, shu hozir kesamiz. Keyin kichkinalari ham bor. Shularni ham ozgina qo'shib ketaylik videomizga. Shuning uchun shu yerda to'xtatamiz. Kimda qanaqangi taklif, fikr bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, kutamiz. Rishtonni aytib o'tib ketdim, yo ertaga yo indinga xudo xolasa Rishtonga boramiz. Birinchi Shuhrat akamnikiga boraman, Hoji akamnikiga. Eslaringda bo'lsa, toshli, toshdan qilingan teplitsa bor ikkita. Shu Shuhrat akamning teplitsalariga borib kesishni boshlaymiz. Yoshlari ham katta limonlardi. Xo'p, mana shu dehqonlar hozir buni kesgandan keyin kichkinasiga o'tamiz. Uni ham ozgina sizlarga ma'lumot tariqasida berib ketaman. Video davomida qo'shib ketaman shuni. Xo'p, dehqonlar, mana kichkina parnigimiz, ya'ni limonlarni yosh. Kichkina. Endi bularni kesamiz. Kattalarni kesib bo'ldik, dehqonlar. Mana bu yerda ham boshlangan gammoz kasalligi barglaridan bilinib turibdi. O chekkada ham sarg'ayib turibdi, ko'rinadigan bo'lsa. Mana bular ham bargini to'kib o'rgan mana. Buni qayerdan bilasizlar dehqonlar? Yangi o'suv kam. O'sganda ham baland o'smagan mana. Yangi shoxlarimiz kam chiqqan mana. Shundan bilib olsak bo'ladi. Albatta stol qismini ochishimiz shart. Pastki qismini ochib tekshiramiz. Ana undan keyin aniq bo'ladi. Ya'ni chirish yoki bo'lmasam yelimoqqan ko'rinadi ko'zga. Undan keyin namlikni qochirib ishlovlarini berishimiz kerak bo'ladi. Narigini ko'ringlar mana. Sarg'ayib ketgan. Stolini ochib ko'rish kerak. Ochmasdan ham ko'rinib turibdi. O, ash pastda yelimoqqan. Pastini ko'rgan bo'lsalaring, mana ashdan yelimoqqan mana. Ko'rinib turibdi yelimi. Xo'p, dehqonlar, mana shu bugungi ishimiz. Xudo xolisa 5 ariqdamiz, Rabqonda. Shularni kesib, chiroyli qilib maslahatlarni berib ketamiz. Qo'limizdan kelganicha. Mana shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, dehqonlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Pastda nomerlar qoldiramiz, faqat ish vaqtida. Ko'p qaytaraman, ish vaqtida deb. Ya'ni ertalab soat 8 dan kech payt 6 gacha telefonlarga javob beramiz. Bemalol shu vaqtda
telefon qilishlaring mumkin. Katta limonlarni obrezkasini qo'yib ketamiz. Hozir olib oldim. Shovqini bo'lgani uchun ovozni o'chirib montajda qo'yib ketaman. Ozgina shovqin bo'lib qoldi bu tomon. Mana yashil shakllantirish dehqongalar bo'lmagan. Yashil shakllantirish bo'lmagan. Yana bir narsani aytib ketay dehqongalar, mana hozir kirib eshiklarini ochtirib qo'ydim men. Ungacha ertalab ham kechqurun ham har doim yopiq turar ekan. Bunda yopiq turadigan bo'lsa dehqongalar gullagan gulimizni to'kib yuboradi, ya'ni dimlanib qoladi va mana ko'ringlar, barglar qolgan, mog'orlab ketgan mana. Bu yerda namlik kuchli, sabab tepadagi termizdan suv chakkillab oqadi. Eshik deraza yopiq, ya'ni shamol kirmaganini hisobiga. Mana qolgan barglarimiz, yerda qolgan barglarimiz shunaqa mog'orlab ketgan. O'zi aslida buni chiroyli qilib shipirib olib tashlash kerak. Ana undan keyin o'g'itlab chiroyli qilib chopib qo'yadigan bo'lsak, eshik derazalarni plus ob-havoda ochib havolarni almashtirib turadigan bo'lsak, juda chiroyli xudo xolasa mevalarini olishimiz mumkin. Dehqongalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun qiziqarli va yangi ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Fikr, mulohazalar bo'lsa kommentarda kutib qolamiz. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishlarini maslahat berardim. Sababi uzoqdagi dehqon akalarimiz, ya'ni Voha tomondagi yoki bo'lmasam Xorazmdagi dehqon akalarimiz kelishdi, so'rashyapti. Kirib Telegram kanalimizga o'tib qo'ysalaring, shu o'zlaring tomondagi dehqonlar bilan gaplashib, kelishib, ko'pchilik bo'lib chaqiradigan bo'lsalar, xudo xolasa borib xizmatlarni qilib berib kelamiz. Ya'ni shakllantirish, maslahat kerak bo'lsa maslahat, hammasini qilib berib kelamiz. Buning uchun Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Haftani shanba, chorshanba kunlari chat bo'ladi. Telegramda video yoki rasm orqali bizga savol yo'llasalaring, bemalol ko'rib, undan keyin aniqroq javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar dehqongalar. Duoda bo'lib qo'yasizlar. Ko'pchilik duosi ijobat. Xudo xolasa xalqni xizmatida yuribmiz. Albatta sizlar duolaring bilan, ustozlarimiz duosi bilan, ota-onalarimiz duosi bilan sog' bo'linglar dehqongalar, salomat bo'linglar.